Uchinchi kun. Ka'baning egasi. Abraha Ka'bani yiqitish uchun ulkan qo'shin to'pladi. Erta tongdan qo'shini bilan Makka tomonga qarab yurardi. Abrahaning uzoq yurtlardan keltirilgan ko'rkam va bahaybat fillari bo'lib, ularni rang-orang ipak liboslar bilan yasantirdi. Fillar ichida eng kuchlisi Mahmud ismli fil edi. Mahmud ismli fil qo'shinning boshida yerni larzaga solib shahdam yurib borar va Abraha Mahmudning bir hamla qilishida Ka'bani yiqita olishiga ishonchi komil edi. Qo'shin Makkaga yaqinlashganida bir guruh askarlar oldinga tushib, makkaliklarning mollarini talon-taroj qilishdi. Abrahaning askarlari tortib olgan o'ljalar orasida Abdulmutallibning 200 ta tuyasi ham bor edi. Uzoqdan Ka'ba xuddi marvaridek ko'rinib turardi. Abraha shaharga kirmasidan avval shahar oqsoqollari bilan gaplashishni istadi. Shu bois Abdulmutallibni chaqirtirdi. Unga faqatgina Ka'bani yiqitish uchun kelganini, hech kim qarshilik qilmasa, qon to'kilmasligini aytdi. So'zining oxirida biron istagi bor yo'qligini so'radi. Abdulmutallib unga bunday dedi: askarlarining 200 ta tuyamni oldilar, ularni qaytarib ber. Abraha bu talabdan juda hayratlandi va mendan Ka'bani yiqitmasligimni so'rab yolvorasan deb o'ylagandim. Qarasam, sen o'z tuyalaring dardida emishsan. Ochig'i seni zakiy va ulug' oqsoqollardan deb o'ylagandim. Adashibman, deya Abdulmutallibni uyaltirmoqchi bo'ldi. Abdulmutallib esa unga bunday dedi: men tuyalarimning egasiman va ularning xavfsizligiga javobgarman. Ka'baning sohibi esa Allohdir va u albatta qanday qo'riqlashni o'zi yaxshi biladi. Bu javoblardan darg'azab bo'lgan Abraha mendan qo'riqlay olmaydi deya o'kirdi. Abdulmutallib ko'ramiz hali deyish bilan kifoyalandi va tuyalarini olib Makkaga qaytdi. Ka'baga borib, Allohim, quling o'z molinigina qo'riqlay oldi, sen ham o'z baytingni muhofaza qil deya duo qildi. So'ngra makkaliklarga shaharni bo'shatib qo'yishlarini aytdi hamda ular bilan birgalikda Makkadan uzoqroq bo'lgan tepaliklarga chiqib ketdi. Bu yerdagi barcha narsa ularga kaftdek ko'rinib turardi.